Yaxshimisiz? Ozgina mana bu joyimiz bor, shuni tozalab beringlar. Iloji bormi? Bitta uy qurib o'tdik bu yerda biza. O'shanga mahallasi ras anaqa ekan. O'zim xursand qilaman. Ket, yuringlar. Oyoq tegan ehtiyot bo'linglar. Oyligingiz o'z yo'liga, men o'zim ham sovg'a beraman. Faqat shuni tez tozalab bersanglar zo'r bo'lardi. Bo'ldimi? Bo'l. Endi ketdik. Endi zarplata, yuringlar. Sizlar bilan poli chudes o'ynaymiz. Tak, har bitta oilaga hozir men sizlar bilan poli chudes o'ynaymiz-da. Yoki produkt yutib olasizlar, yoki pul yutib olasizlar. Shu. Qaranglar, endi bu yerda mana kalbasalar, yaxshi sifatli, qo'yay, kartoshkamiz bor. Piyozimiz bor, go'shtimiz bor, kartoshkamiz bor. Endi davom ettiramiz. 2 xil bulichkamiz bor. Bolajonlarga shirinlik, ko'p yeydigan makaron, tushonka, choy, sariyog', konfet, zugishonniy moloko, горох, овсяный крупа, 2 kilodan guruch, grechka. И mana pirlovka. Bu nima bu? Bu pirlovka. Bu loviya, bu non, bu tuxum, bu shirinlik. Qaranglar. Bu yoqda pul. Bu yerda 1 millionlik produkt. Hozir mana bu qog'ozni tortasizlar. Bu qog'ozda ikkita yozuv bor. Bu yozuv bittasi produkt, bittasi pul. Bugun sizlar ishladinglar. Men hozir yutqazaman baribir. Mayli, Xudo berayotgandan kelyapman-da. Shuni tortasiz siz birinchi. Agar buni ichida produkt chiqsa, siz buni olasiz. Pul chiqsa, pulni olasiz. Rozimisizlar? Qani? Ya bitta. Mana nima ekan? Pul yutuq ekan. Aylantirib turing, mana buni aralashtirib turing. Endi produktni bera olmayman. O'zingiz sotib olasiz zato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana bu pul. Bu yerda baribir shu 1 millionlik qiymat narsa. Siz zato o'zingiz xohlagan narsalaringizni olasiz. Siz navbatingiz, onajon. Qani, qiziq, men o'zimga qiziq bo'lyapti. Produktdan tabriklaymiz. Beringlar produktdan. Mana bu sizga, bugun ishlagan pulingiz, anaqangiz, mehnatingizga. Sizning navbatingiz. Mana aralashtirib, mana bilmayman nima bo'lishini. Mana o'zingiz tanlang. Qani? Produktda, ikkinchi produktamiz. Tabriklaymiz. Produktda, молодец. Молодец, tez produktda. Mana. Xudo. Mayli. Endi harakat. Bu tomon. Qani. Pul, молодец. O'zi pul kerakmidi? Nima kerak edi? 6, 7, 8, 9 fond. Mana. Mehnatingizga rozi, qog'ozimni bering. Shohistapa, bola chaqa bormi? Nevaralardan beri nevaralar bor 7 ta. Bo'ldi, nevaralarga yoki pul olib borasiz, yoki produkt olasiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. O'zingiz nimaga balet qilyapsiz? Menga puldan. Pul zararlimi? Pul zarur. Bo'laveradi, qani? Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Pul, молодец. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mana. Amin. Menga bersin, Allohim sizga bersin. Amin. Faqat yig'lamang, iltimos. Kechirasiz, yig'laganman o'zi kechasi. Uxlolmay chiqdim. Brigadirmisiz? Qani? Sizga aytavering, sizga nima kerak? Menga pul kerak. Pulmi? Cho'ta hammaga pulmi, nima bola? O'g'lim kasalman. Qani xo'p. O'g'illari kasal ekan. Produktda. Nasib lekin. Bo'lmasa sotaverasiz produktdan. Kim? Sizga nima?
Pul bersam, bo'pti, siz o'ynayvering. Chiqib qoladi pul, xudo xolasa. Men sizga balet qilaman. Zarilmi pul, to'xtang. Pul zarilmi? Yo'q. Yo'q, tushundim, o'zi pul zarilmi so'rayapman. Ha, yo'q, men ishsiz deganim yo'q. Ha, o'zi pul kerak mana, pulda mana. Orqadan olinglar, bola oyog'i tegini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pulim tugab qolyapti-ku. Tugamaydi, xudo xolasa Alloh g'oyibidan beradi. Uyga borganda. Sizga nima? Sizga ham pulmi? Pul o'ldirsana. Rozimisiz? Bo'ldi, bering. Produktda tez. Sizga nima? Xudo berganim. Ha, молодец, qani? Tavakkal. Produktda, qani tez bolalar. Nima yetkazib olmayapsizlarmi? Sizga nima o'zi? Farqi yo'q. Ha, farqi yo'qmi? Farqiga bormaysizmi qani? Pul yutuq aka. Молодец. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana. Rozimisiz? Bugungi mehnatingizga pul zaril bo'lgan ekan-a? Nimaga zaril edi? Ro'zg'or bunga hozir produkt olasizmi? Ha. Yo'l karamlar. Ha. Qani oching. Nima bo'lsa bo'ldi bu yoqqa. Produktda tabriklaymiz. Hamma oldimi? Hozir shopir aka keling siz ham. Keling bitta. Bir gap bo'lar. Hamma narsa Xudodan. Ana niyat. Produktda mana молодец. Mana aka bu yoqqa. Ko'rdinglarmi? O'zlarini tashlab ketish yo'q opalarimizda. Shopirlari har doim o'zlari bilan. Menga 4 ta pul yutgan odam bormi qani? Siz 1 2 3 4 ta, 5 tamiz. 5 ta. Siz pul yutdingiz, pul oldingiz. Siz pul oldingiz, to'g'rimi? Bo'ldi, qo'y yonlariga. Siz produktni ham beramiz. Bo'ladimi? Rozimisiz? Rahmat topgan. Pulingizga produkt olmoqchi edingiz, endi pulingiz yoningizga qoladi. Mana sizga mana shu sizga. Mana shu sizga. Faqat mana shu sizga Keyingi pul yutgan. Sizmi? Ber bu yoqqa. Qo'yamiz ustiga qurbon. Sizga. Sizning pulingiz yoningizga qoldi endi. Keyingi pul sizmi? Qo'shganingiz bilan qo'sha qolib yuring. Amin. Ota-onangiz rohatingizni rohatda ko'rsin. Amin. Hamisha Allohim umringizni oxirigacha ihson berguvchilardan bo'lib yuring. Amin. Bizni ham farzandlarimiz Allohim sizga o'xshagan. Amin. Berdi tezroq. Endi qolganlar qani produktda yutib pulsiz qolib ketganlar. Sizlarga endi pul ham beraymi endi? Siz pul ham oldingiz, ha? Produktni ham oldingiz, ha? Siz hammadan shustri ekansiz. Sizchi? Akajon, Siz nima oldingiz? niyatimga Bolangizman, bolangiz. erimman, baysadan chiqdim. Ha. Rahmat. Sizga rahmat. Alloh baraka bersin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bizni hech kim xafa ketmaydi. Mana sizga pul. Ham produktda. Siz 2 3 4 5 7 8 9 10. Mana. Mehnatingizga rozi bo'ling. Siz pul olmadingizmi? Bersam olasizmi? Kerakmi o'zi? Nimaga ishlatasiz? Yo'qotib qo'ymaysizmi? 3 4 5 6 7 8 9 10. Kayfiyat ko'taray deyapman-da. Baraka topkurlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana. Xursandmisiz sizchi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rozimisiz? Pul kerakmidi o'zi? 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Mana. Rahmat topgan. Sizchi? Baraka bersin, jon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sizchi? Mana. Rahmat topgan. Internetdagi ukalarimni duo qiling. Ko'rib turgan shu videoni ko'rayotgan ukalarim hammasini, obunachilarim deymiz biz ularni. O'shalarni bitta duo qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Bizni quvontirganlarda Allohim quvontirsin. Amin. Bizni berganlarda Allohim
Milyonlar, milliardlar qilib o'rnini to'ldirsin inshaalloh. Berganlari Alloh dargohida qabul bo'lsin. Amin. Bizni hojatimizni chiqardilar, Alloh chiqarsin. Mushkullarimizni oson qildilar, mushkullarini oson, hojatlarini ravon qilsin, farzandlariga bosh bo'lib yursin. Bizga o'xshagan insonlarni hamisha ehson berguvchilardan qilib Allohning hojatlarini chiqarib, ilohim yuzga kirib, yashayapti. Hurmatli do'stlar, obunachilar, hammamiz nomimizdan ona xolani xursand qilib qo'ydik. Bir mahallani obod, chiroyli qilib qo'ydik. Mehnatlarini qadrladik qo'limizdan kelgancha. Bundan keyingi har kuni yaxshilik qil degan proyektlarimizga o'z hissalarini qo'shmoqchi bo'lsalar, video ostida kartada turibdi. Albatta majburiy emas. Kim qancha hissa qo'shsa, biz unaqa yaxshiliklarni kundan kunga ko'paytiramiz. Hammamizdan aytgan rozi bo'lsin, barcha hissa qo'shganlardan aytgan rozi bo'lsin. Rahmat.